Assalomu alaykum, Maftuna TV kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda bir necha dastur oldin sizga taqdim etgan videoyimizda, ya'ni Kajolning betob ekanligi haqida xabar bergan edik. Lekin kecha ijtimoiy tarmoqlarda Kajolning vafot etgani haqida shiddatli xabar tarqaldi. Biz shunday yolg'on xabarlarni kelib chiqish haqidagi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Videoga like bosib, ekranni kattaroq qilib oling. Bugungi dasturimiz boshlandi. Kajol Devgan hali tirik, o'lgan emas. Kecha 11 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda Kajolning o'limi haqidagi yolg'on xabarlar tarqaldi. Aktrisaning hozirda sog'ligi yaxshi. Bir necha dastur oldin sizga taqdim etgan ma'lumotimizda Kajolning betob ekanligi haqida ma'lumot bergan edik. Lekin so'nggi kunlarda bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda yangicha tus oldi. Aktrisaning o'limi haqidagi yolg'on xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda juda keng tarqalmoqda va bir qancha veb-saytlar bu xabarlarni da'vo qilmoqda. Kajol haqida barchasini bilib olish uchun videoni oxirigacha kuzatib boring. Muxlislar uni vafot etgan deb taxmin qilishlari ijtimoiy tarmoqlarda juda katta e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Yaxshiyamki siz bu videoni ko'rayotganingizda aktrisa Kajolning sog'ligi juda yaxshi. Darhaqiqat, u hozirda biror bir ma'lum ommaviy axborot vositalari manbalarida kasal yoki betob bo'lganligi haqida xabar bermagan. Uning o'limi haqidagi soxta xabar kelib chiqishi to'g'ri kelmagan bo'lsa-da, bu xabar internetda shiddatli tarzda tarqaldi va minglab odamlar bu yolg'on xabarni rost ekanligiga ishonishdi. Biz Maftuna TV ijodkorlari shuni aniqladikki, Kajol hozirda o'zining uyida Coviddan saqlangan holda davolanmoqda. Kajolga sog'lik tilagan holda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz do'stlar, bu video yanada ko'proq Kajolning muxlislariga tarqalishi uchun bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Negaki ko'pchilik tarqalgan yolg'on xabarlarga ishonmasliklarini so'rab qolamiz. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.